Amerika Davlat Majlisi qarmog'ida yangidan tashkil qilingan Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komiteti Uyg'ur diyoridagi lager shoidlari va munosabatli mutaxassislarni taklif qilish orqali 3 soatlik maxsus guvohlik berish yig'ini chaqirdi. Uyg'ur diyoridagi lager shoidlaridan Gulbar Xotivaji va Qalbinur Sidiq so'zga chiqib, o'z kechirmishlaridan qisqacha guvohlik berdi. Tarjimonning yordamida bayon qilingan ahvollardan lagerda ko'rgan vahshiyliklar, jumladan ro'yi va jismoniy qiynashlar, yemak-ichmakdan qiynash, noma'lum dorilar, jinsiy xo'rliq va tajovuz qilmishlari, siyosiy ming yuyish faoliyatlari, til va diniy e'tiqodni yo'qotish harakatlari, tarbiyalash markazi deb ataladigan bu o'rinlarning turmalardan qattiq boshqariladigan muassasalar ekanligi qatorliqlar majlis ahlining yurak bag'rida azdi. Lager shoidlaridan keyin mutaxassislar qatorida Amerika Xalqaro diniy e'tiqod erkinligi komitetining raisi Nuri Turkal, Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi doktor Adrian Zens qatorliqlar so'z qildi. Dünya Uyghur Qurultayıning raisi Dolqun Aysa 23 mart kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Kishilik huquq kengashida Uyg'urlarning hozirgi vaziyati haqida so'z qilgan. Yig'in maydonidagi Xitoy vakillari uning so'zini kesishga uringan bo'lsa-mu, ammo muvaffaqiyat bo'lmagan. Dolqun Aysa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 52 navbatlik yig'inida Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat yurgizayotganligini ayblagan. Yig'in maydonidagi Xitoy vakillari Dolqun Aysaning so'zini kesib, uning hukumatsiz organning vakili emas, balki Xitoyga qarshi bo'lgunchi unsur ekanligini jar selib, yig'in raisidan uning so'z huquqini elib o'tishni talab qilgan. Ularning bu chaqirig'i yig'indagi Amerika vakillarining qarshiligiga uchragan. Amerika vakili Dolqun Aysaning so'zining kesilmasligi va davomli so'zlash kerakligini bildirgan. 3-ayning 23 kuni Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zolari TikTok şirketining bosh direktori Jo Shouzedan guvohlik oldi. 5 soatga yaqin davomlashgan bu guvohlik yig'inida Avam Palata a'zolari TikTok şirketining Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabati, TikTok update'larining Amerikaning davlat xavfsizligi, uchur bexatarligi, kishilik huquq qimmat qarashi va yosh o'smirlarning psixik sog'lomligiga elib keladigan xatar qatorliq masalalar ustida ig'ram keskin savollarni so'radi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi buningga norozilik bildirdi. Amerikada Aqsaray, Davlat mudofaa ministrligi, davlat bexatarlik qatorliq nurg'un hukumat organlari TikTokni hukumat amaldorlariga beg'ishlangan telefonlarda chekladi. Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq muavin doimiy vakili Rita French Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining 52 qitimliq yig'inida bayonot e'lon qilib, Xitoyning o'zining Uyg'ur rayoni va Tibetdagi bostirish siyosatini o'zgartirishga chaqirgan. Rita Frenchning ta'kidlashicha, Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissari ishxonasining Xinjiang dokladidagi tavsiyalarini cho'qim ijro qilishi va xalqaro majburiyatini ado qilishi kerak ekan. Xabar qilinishicha, Xitoy amaldorlari Filippin doiralariga Amerikaga yangi harbiy baza berish masalasidagi andishisini yetkazgan. Bu masala Xitoy bilan Filippin vakillar o'makining Janubiy dengizdagi eglik huquqi majralarini hal qilish sifatida o'tirg'i chiqqan. Xitoy taraf Filippin Janubiy dengiz va Tayvanga hukmronlik qiladigan Lozun orolida Amerikaga qo'shimcha harbiy baza berishning bu rayonga tahdid olib keladiganligini aytgan. Filippin amaldorlari Xitoy vakillar o'makiga bergan javobida Amerikaning bu davlatdagi harbiy mavjudligini kengaytishining davlat manfaatiga foydali ekanligini va Filippinning tabiiy ofatga taqobil turish iqtidorini oshiradiganligini ta'kidlagan. İsrailiyadagi Tinchlik hozir harakati nomli ommaviy tashkilot Benyamin Netanyahu boshchiligidagi Isroiliya hukumatining ishg'ol qilingan Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'i va Yerusalimdagi o'ltiraq rayonlarda 1029 yangi uy silishga xaridor chaqirganligini e'lon qildi.